O'zimiz qo'limizdan kelganicha mana shu savdo rastasini yaratishga harakat qildik. Turg'unali Samadovich, haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Bu hali ishimizning debochasi. Juda ko'p ish qilishimiz kerak. Xudo xolasa kelgusida rejalarimiz mana ertadan boshlab bu tomonda avtoturargohimiz tashkil bo'ladi. Har bir kelgan xaridor mana shu beshorat qilib har saylaringiz bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hamshiralar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Qani mehmonlar, aziz qadrdonlarimiz, o'rinjonlar, ajoyiblar. Bayram muborak bo'lsin. Donda chiqargan bilan sotgani joyi yo'q, qiyinchiliklar bo'lgan. Shu mana shu bozorda kattalarga rahmat, avvalo mana shu Barnoqon Abdullayevaga rahmat. Mana shunaqangi chiroyli sharoitlarni qilib berishdi, o'zi bo'lmaydi. Shunaqa chiroyli sharoitlar qilib berdi. Kattaga rahmat, hokimimizga rahmat.